29-savol. Molekulyar massasi 136 ming bo'lgan polizapren molekulasida nechta gibrid orbital bor? Xo'p, polizapren H2 uglerod polizaprenni struktur formulasi. Endi bundagi gibrid orbitallar sonini topib chiqamiz. Ya'ni elementlar qanday gibridlangan? H2, sp3, bu sp2, bu sp2, bu sp3. Bu uglerodimiz ham, ya'ni metil sp3 bo'ladi. Shunda sp3 gibridlangan elementlar soni 4 ta. 4 ta emas, 3 ta ekan. 1 2 3. Endi sp2 gibridlangan elementlar soni 2 ta ekan. Endi har bitta sp3 uchun bitta s 3 ta p bo'lib jami 4 ta orbital qatnashadi. Ya'ni gibrid orbital. Shunda 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12 ta bo'ladi. sp2 uchun bitta s 2 ta p jami 3 ta gibrid orbital qatnashadi. Buni ko'paytirsak 3 ga 6 ta bo'ladi. Ikkalasini qo'shsak 18 ta gibrid orbital qatnashyapti. 68 gram. O'sha polizapren uchun. Buning massasi 68 gram. Bizga berilgan 136 mingda qancha? Hisoblasak 36 ming chiqadi. D javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, endi 30-savol. Idishga nima qo'shilganda yonayotgan olov o'chadi? Xo'p, kislorod. Xato. Kislorod va azot aralashmasi xato. Endi azot qo'shilsa to'g'ri, azot va karbonat angidrid. Yonishga yordam bermaydi bu gazlar. Demak, 3 bilan 4. C javob to'g'ri bo'ladi.